Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi, studiyada Ma'murjon Nafasov. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari Namangan xalqaro aeroportida barpo etilayotgan yangi yo'lovchi terminal qurilishini ko'zdan kechirdi. Mamlakatimizda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Namangan xalqaro aeroportini kengaytirish loyihasi ham ana shu islohotlarning muhim qismi hisoblanadi. Mazkur qurilish ishlari davlatimiz rahbarining 2021-yil 29-martdagi respublika aeroportlarini boshqarish sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Namangan xalqaro aeroporti 1971-yilda foydalanishga topshirilgan. 2013-yildan xalqaro maqomda faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda aeroport orqali 9 ta aviakompaniya muntazam parvozlarni amalga oshiryapti. Loyihaga jami $175 million investitsiya jalb qilingan. Rejaga ko'ra 2026-yil yakuniga qadar zamonaviy talablarga javob beradigan yangi yo'lovchi terminal ishga tushiriladi. Maydoni 22,6 ming kvadrat metr bo'lgan 3 qavatli terminal soatiga 1,2 ming nafar va yiliga 3 million nafardan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa aeroportning hozirgi quvvatini bir necha barobar oshiradi. Yangi terminalda chegara va bojxona nazorati punktlari, viza xizmatlari, biznes zal, savdo va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, tibbiyot punkti hamda duty-free hududi tashkil etiladi. Natijada 550 ta yangi ish o'rni yaratiladi. 2027-yil yakuniga qadar kunlik quvvati 50 tonna bo'lgan kargo terminali foydalanishga topshiriladi. Farg'ona vodiysi uchun yagona zamonaviy kargo tizimi shakllantirilib, mahsulotlarni dunyoning 90 mamlakatiga eksport qilish imkoniyati kengayadi. Davlatimiz rahbari qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishib, aeroport infratuzilmasini yanada takomillashtirish bo'yicha qator ko'rsatmalar berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev To'raqo'rg'on tumanidagi Namangan qo'ychilik klasteri faoliyati bilan tanishdi. Loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-yanvardagi chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilangan keng imkoniyatlar tufayli amalga oshdi. Umumiy qiymati $35 million bo'lgan klaster tuman hududidan ajratilgan 10 gektar yer maydonida 3 bosqichda yo'lga qo'yiladi. Birinchi bosqichda xorijdan 15 ming bosh nasldor qo'y olib kelinsa, ikkinchi bosqich yakunida chorva sonini yana 35 ming boshga ko'paytirish reja qilingan. Yuqori mahsuldorlikka ega bo'lgan Arashan, Hisor va Adilbay zotlarini mahalliy iqlim sharoitiga moslashtirish ko'zda tutilgan. Klasterda joriy etilayotgan zamonaviy parvarish texnologiyalari va ilmiy yondashuv orqali go'sht yetishtirish hajmi hamda sifatini sezilarli darajada oshirish imkoniyati mavjud. Loyihaning texnologik ko'rsatkichlariga ko'ra, xorijdan olib kelingan 40-50 kilogramm vazndagi qo'ylarni 3 oy davomida intensiv usulda boqish orqali ularning vaznini 100 kilogrammgacha yetkazish rejalashtirilgan. Bu har bir bosh qo'ydan 60-70 kilogrammgacha sof go'sht olish demakdir. Natijada an'anaviy chorvachilikka nisbatan mahsuldorlik 45-50% ga oshadi va loyiha to'liq quvvat bilan ishga tushganidan so'ng viloyatda yiliga 35-40 ming tonna sifatli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarilishi ta'minlanadi. Bu yerda 280 ta yangi doimiy ish o'rni yaratilishi hamda 95 ta kambag'al oila vakillarining bandligi ta'minlanishi mahalliy aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, majmua negizida zamonaviy logistika xizmatlari, veterinariya va servis shoxobchalari hamda mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri sotishga mo'ljallangan savdo nuqtalari barpo etiladi. Natijada yaxlit va uzluksiz klaster zanjiri yaratiladi. Prezidentimiz ushbu korxona tajribasi chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish, ichki bozorni sifatli go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash va aholi bandligini oshirishda foydali ekanini qayd etib, uni ommalashtirishga topshiriq berdi.
Davlatimiz rahbari To'raqo'rg'on tumanida faoliyat yuritayotgan Uychi parranda korxonasi bilan ham tanishdi. Tijorat bankining 50 million dollarlik mablag'i hisobidan 121 gektar maydonda Vengriyaning Aviagin kompaniyasidan keltirilgan 60 ming bosh naslli tovuqlar intensiv usulda parvarishlanmoqda. Korxonaning oddiy xo'jaliklardan bosh ustuvorligi inkubatsiya jarayonidan boshlab tayyor go'sht mahsulotlari yetishtirishgacha bo'lgan to'liq sanoat siklini qamrab olganidir. Bu yerda joriy etilgan zamonaviy genetik texnologiyalar naslchilik yo'nalishida kuniga 60 ming dona yuqori sifatli tuxum olish va inkubatorlar orqali 50 ming bosh jo'ja oshirish imkonini bermoqda. Loyihaning go'sht yetishtirish tarmog'i ham yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega. Har bir 100 ming bosh parrandaga mo'ljallangan komplekslarda broylerlar 45-50 kun ichida parvarishlanib, bir siklda 120 tonna parranda go'shti olinadi. Ushbu muvaffaqiyatli tajriba asosida kelgusida viloyatning Mingbuloq, Namangan, Norin, Pop, Uychi, Chust va Chortoq tumanlarida yangi parrandachilik komplekslarini barpo etish zarurligi qayd etildi. Natijada viloyatdagi jami parrandalar soni 12 million boshga yetib, loyiha doirasida qo'shimcha 500 kengaytirilgan kooperatsiya tizimi orqali esa jami 1000 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Uychi parranda korxonasi tomonidan yo'lga qo'yilgan yaxlit sanoat zanjiri nafaqat Namangan, balki butun Farg'ona vodiysi bozorlarida parranda go'shti va tuxum narxi barqarorligini ta'minlaydi. Loyiha to'liq quvvatga chiqqach, xorijga eksport hajmi ham ortadi. Davlatimiz rahbari shu yerning o'zida hududning usta dehqonlari, fermer va tadbirkorlari bilan muloqot qildi. Shuningdek, prezidentimiz Namangan viloyatidagi bo'sh turgan yerlardan unumli foydalanish va Pop tumanida tashkil etilgan 100 gektarlik super intensiv bog' loyihasining taqdimoti bilan ham tanishdi. Qiymati 20,7 milliard so'm bo'lgan bog' tumanning tabiati va tuproq sharoitiga mos ravishda barpo etilgan. Eng muhimi, uzoq yillar davomida foydalanilmayotgan suv bilan ta'minlashda murakkab bo'sh yerlar mana shu loyiha sababli chinakam daromad manbaiga aylandi. Bog' hududiga jami 66,6 ming tup serhosil mevali daraxt ko'chatlari ekilgan. Bunda bozor talabidan kelib chiqib mevalarning turiga alohida e'tibor qaratildi. Bog'ning 60 gektar maydonida 40 ming tup o'rik, 25 gektarida 16,6 ming tup shaftoli va 15 gektarida 10 ming tup gilos daraxtlari parvarish qilinmoqda. Zamonaviy sug'orish va parvarishlash usullari tufayli har bir gektardan o'rtacha 20 tonnadan sifatli hosil olish kutilmoqda. Mazkur ko'rsatkich oddiy bog'larga qaraganda bir necha barobar ko'p sanaladi. Bu yerda yo'lga qo'yilgan kooperatsiya tizimi asosida 300 ta ehtiyojmand oilaning har biriga 30 sotixdan yer bo'lib berildi. Bunday yondashuv kam ta'minlangan xonadonlarni doimiy daromad manbai bilan ta'minlaydi. Shu tariqa Namangan viloyatida bo'sh turgan yerlarni iqtisodiy aylanmaga kiritish izchil amalga oshirilmoqda. Xususan 2019-2024 yillarda viloyatda 38.900 gektar maydon qayta foydalanishga kiritilgan bo'lsa, 2025-yilning o'zida yana 7.028 gektar yer muomalaga qaytarildi. Bu boradagi strategik tashabbus doirasida 2028-yilga qadar foydalanishda bo'lmagan jami 18.000 gektar yer maydonini bosqichma-bosqich o'zlashtirish rejalashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Davlatobod tumanidagi yangi Namangan shaharchasi hududida IT park qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari barcha hududlarda raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal rivojlantirish, yuqori daromadli ish o'rinlari va zamonaviy quvvatlarni ko'paytirish yangi O'zbekistondagi islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilanganini ta'kidladi. Ayni maqsadga ko'ra alohida dastur va qarorlar qabul qilinib, zarur mablag'lar va mas'ullar aniq belgilangan holda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Qayd etilganidek, birgina Namangan viloyatining o'ziga yil boshidan 2 milliard dollarlik xorijiy investitsiya kiritildi. Bugun Xitoy, Turkiya, Hindiston va rossiyalik hamkorlar bilan barpo etilgan 1 milliard 800 million dollarlik 20 ta yangi quvvat ishga tushirilmoqda. Ular hisobidan farmatsevtika, yengil sanoat, elektrotexnika, qurilish materiallari, oziq-ovqat va kimyo sanoatida 6,5 mingta
ish o'rni yaratiladi. 30 dan ziyod yangi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ushbu loyihalar orqali viloyat iqtisodiyotiga 3 trillion 600 milliard so'mlik aylanma, 200 million dollarlik eksport va byudjetga 400 milliard so'mlik tushum qo'shiladi. Shu bilan birga Namanganda sanoat, turizm, savdo komplekslari va uy-joy qurilishiga qayta turtki beradigan yana 4 milliard dollarlik 28 ta loyihaga start berilmoqda. Prezidentimiz Namangan viloyati aholisining 1 million 600 mingdan ortig'ini yoshlar tashkil etishi bu juda katta ehtimoliy iqtisodiy kapital ekanini ta'kidladi. Yoshlarga axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt kabi zamonaviy bilimlar berib, ularni yuqori daromadli kasblarga o'rgatish bo'yicha katta startap loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Ekspertlar O'zbekistonning sun'iy intellekt bo'yicha salohiyatini 10 milliard dollarga baholamoqda. Ushbu salohiyatni imkoniyatni esa aniq loyiha, yangi ish o'rni va yuqori qo'shilgan qiymatga aylantirish zarurligi ta'kidlandi. So'nggi yillarda Nukus, Qarshi, Termiz, Urganch va Farg'ona shaharlarida zamonaviy IT parklar ishga tushiriladi. O'tgan yil oktyabrda poytaxtimizda IT park loyihasining ikkinchi bosqichi boshlangan edi. Xitoylik hamkorlar bilan 117 million dollarlik yirik loyiha asosida respublikaning 6 ta hududi, Yangi Namangan, Samarqand, Chirchiq, Nurafshon, Urganch va Navoiy shaharlarida IT parklar quriladi. Yangi Namangan shahrida barpo etiladigan majmua ushbu loyihaning ilk qaldirg'ochi bo'ladi. Mazkur loyiha davlatimiz rahbarining 2024-yil 26 fevraldagi mamlakatimizda raqamlashtirish sohasidagi xizmatlar eksportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaga muvofiq 1,7 gektar maydonda 17 qavatli zamonaviy bino barpo etiladi. Bino xorijiy hamkorlar tomonidan loyihalash va qurilishdan tortib ichki jihozlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab olgan holda to'liq tayyor holda foydalanishga topshiriladi. Maydoni qariyb 18 ming kvadrat metr bo'lgan ushbu zamonaviy majmuada ta'lim va eksport markazlari, coworking va ofis maydonlari, startup akseleratori hamda xorijiy kompaniyalar uchun maxsus xizmat ko'rsatish tizimi tashkil etiladi. Bu yerda o'nlab kompaniyalar va startup studiyalar yagona axborot texnologiyalari ekotizimi sifatida faoliyat yuritadi. Majmuada namanganlik 2000 ga yaqin yoshlar uchun yuqori daromadli ish o'rinlari yaratiladi. Loyihaning ishga tushishi viloyatda IT xizmatlar yillik hajmini 50 milliard so'mga, eksportni esa 30 million dollarga yetkazishga zamin yaratadi. Davlatimiz rahbari loyihani amalga oshirishda ishtirok etayotgan xorijiy hamkorlarga minnatdorlik bildirdi. Shundan so'ng Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Namangan IT parki qurilishiga tamal toshi qo'ydi. Shu yerning o'zida viloyatdagi yangi loyihalarni ishga tushirish va qurilishiga start berish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan davlat texnika universitetining sun'iy intellekt laboratoriyasi faoliyati bilan tanishdi. Laboratoriyada talabalarning amaliy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini real loyihalarda qo'llash, professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Uning tarkibida tahlil, robototexnika va bionika markazlari, startup akselerator, 9 ta aqlli xona, 2 ta sun'iy intellekt bo'yicha tayyorgarlik xonasi tashkil etilgan. Mazkur markaz sun'iy intellekt, robototexnika, aqlli transport, ekologiya va agrotexnologiyalar yo'nalishlarida innovatsion ilmiy amaliy loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadi. Davlatimiz rahbari ushbu tajribani kengaytirish, muhim sohalar rivojiga yoshlarning intellektual va ilmiy salohiyatini yanada keng jalb etish zarurligini ta'kidladi. Prezidentimizga viloyat, shahar va tuman hokimliklarida faoliyat yuritayotgan sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilar tomonidan tayyorlangan startup loyihalar ham taqdimot qilindi. Davlatimiz rahbari yoshlar bilan suhbatlashib, ularning g'oya va takliflarini tingladi. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.